Adashmasam 2006-yilning o'sha 12-dekabr edi. Ha, dekabr. Yo, dekabrning ham oxirlari, 30-dekabrdan 28-dekabr. Qurbon hayiti edi. Ha, Qurbon hayiti 28-dekabr to'ppa-to'g'ri. O'sha kuni Saddam Husayn osib o'ldirildi va eng yomoni bilasizmi? Bu umuman amoralniy deydi, ya'ni axloqqa, ma'naviyatga zid holat. U butun televideniya, Iroq televideniyasida namoyish qilindi. Haligacha videolar bor. Haligacha videolar bor. U oliy o'sha sud hukmi o'qiyotgan paytda so'raydi, "Men harbiyman, meni osib o'ldirga hukm qilgan" deydi. Harbiylar uchun osib o'ldirilish endi otib o'ldirilish kerak edi, chunki bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlari, demak o'sha 2003-yil Iroqqa kirgandan keyin qanday hukumat shakllantirgani ma'lum do'stlar hammamizga. Endi buni ham ochiqcha aytadigan vaqt kelgandir, ochiqcha qo'rqmay aytishimiz kerakdir. Butunlay Iroq Amerika Qo'shma Shtatlarining yetoviga tushib qolgan edi o'sha paytda va sud qilinishi ham, bu to'g'risini aytadigan bo'lsam, meni fikrim haqiqiy bu teatrlashgan spektakl edi va bu spektaklda har bir aktyor o'zining rolini juda yaxshi o'ynab berdi. Ayniqsa sudning raisi, hozir ismi esimga kelmayapti, uni ham keyinchalik IShID tomonidan o'ldirildi. IShID tomonidan u ham o'ldirib ketildi. Albatta.